Davron Akbarning Milliy sertifikat 2-qism 4-variant g'azal tadbiri bilan tanishamiz. Soching chun laylatul qadru, yuzing chun subhi sodiqdir. Bu shomu sutufga tun kun ko'ngil jon birla oshiqdir. Xo'p, Atoyining ushbu matla bilan boshlanuvchi 7 baytli g'azalini tadbir qiladigan bo'lsak, matlada aytilishicha, sening soching deydi laylatul qadr, ya'ni qadr kechasidagi tunga o'xshaydi deydi. Ya'ni shu qadar qaroki sening soching, xuddiki bu laylatul qadr kechasiga o'xshaydi dedi. Yuzing esa chun subhi sodiqdir, ya'ni tong kabi yorug' degan ma'noda. Bu shamu subuhga tun kun ko'ngil jon birla oshiqdir. Demak bu sham, ya'ni sham kabi, tong kabi yuzingga kun bilan tun ko'ngil jon birla oshiqdir. Ya'ni sening yuzingga, sochingga hattoki tun va kun ham oshiqdir deyapti. Ikkinchi bayt. Malohat xil'atin xo'plar agarchi kiydilar ko'rdik. Ularga qisqadir, ammo sening qaddingga loyiqdir. Malohat bu go'zallik. Go'zallik kiyimini deydi xo'plar, ya'ni boshqa go'zallar ham kiydi. Ko'rdik uni kiyganlarini. Agarchi deydi ular kiysalar ham baribirga ham ularga qisqadir, ammo sening qaddingga juda loyiqdir. Ya'ni senga go'zal, bu degani senga go'zallik yarashur. Go'zallardan ham ortiq senga yarashadi bu go'zallik xil'ati, ya'ni go'zallik kiyimi deyapti. 3-bayt. Menga sensiz tiriklikdan o'lim 100 qatla ortiqdir. Bu so'zda haq bo'lur ko'nglim, tilim birla muvofiqdir. Menga deydi sensizlikdan ko'ra, sensiz tirik bo'lgandan ko'ra o'lim 100 marta ortiqroqdir deyapti. Bu so'zda haq bo'lur, ya'ni Alloh bo'lur bu so'zni, ko'nglim birla tilim bir-biriga tengdir deyapti. Ya'ni tilimdan chiqqan gapim dilimda ham ayondir. Ikkalasi bir-biriga teng deyapti. 4-bayt. Sanga mensiz ne g'am jono, ki mantek oshiqi 100 ming, vali uzoridan ayrilgan baloyi joni vomiqdir. Senga esa dedi, mensizlikdan hech qanday g'am yo'q dedi. Chunki g'am yo'qki deyapti. Chunki seni oshiqlaring 100 mingdan ham ortiqdir deyapti. Xuddiki buni o'xshatyapti. Uzoqdan ayrilmoq baloyijon, ya'ni vomiq sevgan qiz ma'nosida kelyapti bu yerda, ya'ni pok qiz. Vomiq sevgan qiz ham yoridan ayrilsan ham shunaqa g'am chekmaydi, chunki uni oshiqlari soni 100 mingta. Shunga ishora qilyapti. Hayotiy hodisa keltirilgan. Xo'p, keyingi. Muhabbat davisin qilgan kishining barcha manzilda muxoliflik tark aylab maqomi benavolikdir deyapti. Ya'ni muhabbatni davosini qilgan kishini, ya'ni muhabbatni so'ragan, davo qilgan kishini barcha manzilda, ya'ni hamma joyda dushmanlari tark aylab unga g'ariblik maqomini beradilar deyapti. Bu kun vasling 6-bayt. Bu kun vaslingni tark aylabdilar jannatni zohidlar. Berurlar nasiyaga naqdin, bu ne nodon haloyiqdir deyapti. Xo'p, bu kun deyapti vaslingni, ya'ni sening yuzingni, vaslingni tark aylab ular zohidlar deyapti. Jannatni so'rarlar, tilarlar. Bu qanaqa narsadir? Naqd turgan joyda nasiyaga narsa olish, bu qanday bir nodon haloyiqning ishidir deyapti. Atoyi kech bu dunyodan aloyiq tarkini qilkim. Aloyiq bu yerda aloqador narsalarni ma'nosida. Salotu sammi oshiqqa bu kun tarki aloyiqdir. Salotu bu namoz, savm esa ro'za. Namoz va ro'za oshiqqa bu kun tarki aloyiqdir. Ya'ni aloqalarni tark qilish, faqat o'zligi bilan qolish, o'zi bilan kurashish kunidir deyapti. Namoz va ro'zani. Qisqacha g'azalimiz tadbiri shundan iborat edi. Endi savollar bilan tanishadigan bo'lsak. G'azal haqidagi 28-savol. G'azal haqidagi to'g'ri hukmni aniqlang.
A javob. A javob. Oshiq hijron azobidan qutulib, yor vasiga erishgani uchun dunyo ne'matlarini tark etishi aytiladi. Yo'q, bunaqa ma'lumot berilmagan. Bu yerda yorning vaslini tark etib jannatga intilish haqida gap ketgan, lekin dunyo ne'matlarini tark etish haqida gap ketmagan. Zohidlar visoldan voz kechib jannat uchun intilishi ma'naviy komillik ramzi sifatida ulug'lanadi. Yo'q, zohidlarning visoldan kechib jannatga intilishi bor gap, lekin u ma'naviy komillik ramzi sifatida emas, bu qanday nodonlik sifatida degan birlik orqali kelgan. S javob bo'ladi. Shoir dunyo rishtalaridan voz kechish ruhiy kamolat mezoni ekanligini badiiy ifodalab bergan. D javobda esa oshiq yordan ayrilishni ruhiy najot yo'li sifatida qabul qilib, hijronni taskin manbai deyishi haqida hech qanaqa ma'lumot yo'q. 29-savol. Baytlar haqidagi endi noto'g'ri hukm kerak bizga. A javob bo'ladi. Dunyo va oxiratga teng munosabatda bo'lish hech qayerda berilmagan. Hamma joyda ham dunyoning o'tkinchi ekanligi, unga e'tibor bermaslik, oxirat abadiy ekanligi haqida gap ketadi odatda. B javob. Yorning qora sochi Qadr kechasiga tashbih qilingan. To'g'ri, bu birinchi baytda berilgan. S javob. O'lim oshiq uchun yorsiz yashashdan afzal ekanligi aytilgan. Bu ham to'g'ri, 3-baytda berilgan. D javob. Yaratgan jamoli emas, jannatni orzu qilganlar tanqid qilingan. Bu ham to'ppa-to'g'ri, 6-baytda berilgan. Xo'p, 30-savol. G'azal baytlarida ishtirok etgan she'riy san'atni topishimiz kerak. Bizda faqat ishtiqoq ishtirok etgan. Demak, bu ishtiqoqni subg'i sodiqdir yokida shom subh so'zlari orqali subhinga, ya'ni shu so'zlari orqali bilib olishimiz mumkin. Keyingi 31-savol. G'azal baytlarida haqidagi to'g'ri izohni aniqlang deyilgan. Xo'p, A javob. Oshiq bo'lgan kishi hamma bilan doim kurashishi kerak, berilmagan. Tun va kun yorning qora sochi va yorug' yuziga oshiq bo'ladi. Yo'q, shamu subh. Aynan 2-baytda yorning yuzi berilgan. Shamu subh deyish orqali. Kimki oshiq maqomiga intilsa, faqirlik yo'lini tanlashi lozim. Bor bu, mana bu yerda 5-baytda muhabbat davosini qilgan kishining barcha manzilga muxoliflikni tarkaylab, maqomi benavolikdir. Ya'ni maqomi g'ariblik bo'ladi deyapti. D javobimiz ham noto'g'ri. Zohidlar visol ne'matiga yetganlar uchun dunyo rohatini tanlashi haqida ma'lumot berilmagan. Xo'p, 32-oxirgi savol. G'azal baytlarida ishtirok etgan she'riy san'atlarni topishimiz kerak ekan. 2-baytda tashxis san'ati qo'llanmagan. Ushbu baytda malohat qilg'atin ho'plargarchi kiydilar. Ko'rdik ularga qisqadir, ammo senga loyiqdir. Jonsiz narsani jonlantirish yo'q. Tashxis bilamiz, bu jonsiz narsalarni jonlantirish. Bu javob. 3-baytda ruju san'ati qo'llanilgan. Yo'q, 3-baytda ham ruju san'ati yo'q. Odatda ruju san'ati bilamiz, biror bir fikr aytib, undan qaytish holatlari tarzida bo'ladi. Misol, dema so'zi keladi yoki inkor so'zlar keladi. Shundan bilib olsangiz ham bo'ladi. S javob. 4-baytda tazod san'ati, ya'ni senga mensiz ne g'am jonoki, mendek oshiq 100 ming, vale uzoqdan ayrilmoq bo'layjon. Yo'q, tazod san'ati aynan yo'q bu baytda. D javob bo'ladi. Tajovuz orif san'ati bor 6-baytimizda, ya'ni bu ne nodon haloyiqdir deyish orqali. Ya'ni nima qilyapti? Bilib turib, o'zi qanday nodon xalq ekanligini bilib turib, yana so'rashi, bu tajovuz orifona she'riy san'ati hisoblanadi. Shu 30 bilan bog'liq g'alizlik bor.